Assalomu alaykum. Bizda yangi oshxona mebel. 580 lik joy, akrildan oshxona mebel tayyorlaymiz. Xo'p, aristonni ustini polni o'rab tashlaymiz. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Xo'p, yorug'lik sal bo'shashcharoq tushyapti o'shangi videomiz sifati pastroq. Moyka gazlar qo'yib qo'ydik. Tepa tarafdagi polkalarni ham qo'yib tashladik. Xudo xolasa eshiklarni qo'yib ko'rsatamiz. Oshxona mebelimiz tayyor bo'ldi. 580 joyga tayyorlangan oshxona mebelimiz. Mokriy asfalt akrildan. Xo'p, nimalar bo'ldi? Motorni o'raganmiz. Ariston ham o'ralgan. O'sha texnik zona bo'ldi bu. Tepalarda 2 qavatdan polkalar. O'sha derzantagi bar nasoslarni qo'ydik. Oddiy bar nasos, unaqa qimmatidan emas bu. Oddiysidan. Xo'p, moykalar qimmat moykalar, o'sha temirli moykalar. Biz aytgan narxi ichida gaz, mana vichka, xoladelnik, ariston, motorlar ular ichida emas. Biz faqat mebel narxi, shu mebel ichida faqat bitta moyka bor xolos. Qo'shimcha qo'yganlarimizdan o'sha qoshiqdon har galida o'sha mebellarga qoshiqdon qo'shib beramiz. Xo'p. Narxi 11,500,000 so'mga tayyor bo'ldi. Bu yerda kirmoshinaga joy tashab ketilgan. Mokriy asfaltdan. Aniq rangi zo'r chiqmayapti, o'sha orqadagi avoylari qaytarib olyapti. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalar kommentariyga kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.